Nyu-York vaqt gazeti 30 dekabr kuni xabar berib, Xitoyning Uyg'urlarni majburiy arzon bog'liq ishchilar qo'shiniga aylantirayotganligi, rad qilganlarning jazolanganligini bildirdi. Xabarda bayon qilinishicha, navbat Xitoy Kompartiyasi atalmish Xinjiangdagi oz-sonliq millatlarni o'ziga sodiq yeshil yoqiliq ishchilarga aylantirib, Xitoy korxonalarini arzon bog'liq emgak kuchi bilan ta'minlashni umid qilmoqda ekan. Xabarda buning uchun Xitoy kadrlarining ochiq oshkora va jiddiy yo'l yo'riqlarni berayotganligi, Uyg'ur va Qozoq qatorliq yerlik musulmon yezi aholilarining xolisin yoki xolimisin ishchilikqa majburlanayotganligi ta'kidlangan. Xabarda qayd qilinishicha, joylarga son tushirib berilgan bo'lib, agar ular rad qilsa, oilasi jazolanadi ekan. Yana bir tarafdan tonilgan Xitoy va Uyg'ur masalalari tadqiqotchisi Adrian Zenz lagerda tutib turilayotganlarning ko'pinchisining oilasining iqtisodiy yukini ko'tarayotgan dadalar ekanligini bildirdi. Iordaniyaning poytaxti Ammanda Xitoyning Uyg'urlar ustidagi bostirishlarga qarshi namoyish o'tkazildi. Namoyishchilar Iordaniyadagi Islom xizmat sepi partiyasining chaqirig'i bilan Ammandagi Xitoy bosh elchixonasi oldiga to'plandi. Mazkur partiyaning bosh kotibi Murad Al-Adaliya Anadolu agentligining muxbirlariga Xitoy Uyg'urlarga qarshi jinoyat o'tkazmoqda. Xalqaro jamiyatni Xitoyning Uyg'urlar ustidagi kishilik huquq dafsandichiligini to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqiramiz dedi. Tayvan 2020 yılı 11 yanvar o'tkaziladigan prezident saylamidan burun Xitoyning saylamga aralashishining oldini olish uchun bir qonun chiqadi. Tayvan taratqullarining xabar qilishicha, bu qonun Xitoy hukumatining Tayvan prezidenti Tsai Ing-wenga qarshi Kuomintang nomzodi Xitoy parast Han Kuo'ni qo'llab i'ona qilishi va ommaviy taratqularda tashviqot elib berishdan keyin o'ttirg'i chiqarilgan. Bu qonun orqali chet el kuchlarining i'ona qilish, asossiz xabar taqitish va tashviqot faoliyatlari orqali saylam va hukumat ishlariga aralashishga imkon yaratib bergan. Qonunga asosan munosabatli jazolarga eng ko'p bo'lganda 5 yillik qamoq jazosi va $33,000 jarimani qo'yilganligi bildirildi. Amerika prezidenti Donald Trump 31 dekabr kuni Twitter hisobida uchur yo'llab, birinchi bosqichlik Amerika-Xitoy savdo suhbatining 15 yanvar kuni Oqsaroyda imzolanganligini bildirgan. Uning oshkorlashicha, 15 yanvardagi kelishim imzolash murosimiga oliy darajalik bir Xitoy amaldori qatnashdi ekan. U kelishim imzolangandan keyin o'zining Beijingga berib, ikkinchi bosqichlik Amerika-Xitoy savdo suhbatini boshlaydiganligini bildirgan. Indoneziya Janubiy Xitoy dengizidagi NATO taqim orollari atrofidagi Xitoyga tava baliqchi kemalari va sohil qo'g'dash qismlarining Indoneziyaning suv tavalligiga tajovuz qilganligini bildirdi va Xitoyga ultimatum topshirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, Indoneziya Xitoyning Jakartadagi bosh elchisi Sha Chunni Tashqi ishlar ministrligiga chaqirib, NATO taqim orollari atrofidagi Indoneziya alohida iqtisodiy rayoniga qilingan tajovuzchilik haqida ultimatum topshirgan. Amerikaning Bag'doddagi Bog' elchixonasi Iroqdagi Shia xalq askarlari bo'lgan Hashidi Shabi tarafidan ishg'ol qilindi. Kishilar elchixonaga o't qo'yibdi. Buningdan burun Amerika urush aeroplanlari Hashidi Shabiga tava bazalarni bombardimon qilgan. Amerika mudofaa ministri Esper Hashidi Shabi kuchlari Bag'doddagi Amerika bosh elchixonasiga besib kirgandan keyin Amerikaning yordamchi askari avatganligini aytdi.